Bu odam 6 marta o'lib, 6 marta tirilgan. Ismoil Azizi. U haqida hatto hujjatli film ham olishgan. Ismoil Azizi birinchi marta ishxonada ehtiyotkorsizlik tufayli vafot etgan. Lekin tanasi morgga olib borilgach, bir necha soatlardan keyin o'ziga kelgan va o'zi yurib chiqib ketgan. Ikkinchi marta Ismoil bezgak yuqtirib olgan va o'zini dafn marosimida tirilgan. Uchinchi marta u avtohalokatga uchragan. Shifokorlar o'limni tasdiqlashgandan so'ng yana o'ziga kelgan. To'rtinchi martasida uni zaharli ilon chaqib olgan. U morgda 3 kun yotgan. Aniq vafot etganiga ishonch hosil qilishgandan so'ng uni tanasini morgdan olib ketishga kelishgan va u to'satdan yana o'ziga kelgan. 5-marta u hojatxona chuquriga tushib ketgan va yana tirilib ketgan. Qo'shnilari, oilasi undan shunchalik qo'rqib ketishganki, uni arvoh deb o'ylashgan va tobutga solib, yoqib yuborishga harakat qilishgan. Uni majburan tobutga qamab yoqishgandan so'ng, aytsam ishonmaysiz, terisi kuygan Ismoil yana tirilgan. Shuning uchun ham hozir u bir o'zi qishloq aholisidan uzoqda yashaydi va